Yaxshimisan o'g'lim? Dada sovqotyapti. Oz qoldi. Hammasi yaxshi bo'ladi hali o'g'lim. Haligi ro'zg'orim bo'shab qopti. Haytam yaqin. Bugun nimadir qilarmiz. Nimadir qilib ro'zg'orlar harakatini qilib qo'yaman bugun. Mayli dadasi, yaxshi ishlab keling. Omadingizni bersin. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Kelaman. Allo. Onasi. Bu 3 xonali kvartirangizda meni yuragim siqilib ketyapti. Qachon biz ham odamlarga o'xshab keng katta hovlilarda yashaymiz? Bitta joningga shuncha uy yetmayaptimi? Nimasiga noshukirlik qilasan, onasi? Sizga o'zi bitta gapda umuman gapirishni hojati yo'q. Qachonki men gap boshlasam, doim meni og'zimga urasiz. Dada sovqotyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka. Nima aka, nima qildi? Rom kerak edi. Tushunsiz. Aka, bizda har qanday razmerlardan bor. Narxlari ham juda arzonmizda. Bemalol ko'rib tanlashingiz mumkin. Xohlagan razmeringizda qilib beramiz. Akajon, hozir boshlaymiz kelib qoldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Akani ishidan bormi? Aka, narxni ko'ryapti. Narxlarni ko'ryapti. Adashib qolishmadimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Adashib qolmadilaringmi? Yo'q, aka. Men zakaz qilganim yo'q lekin aka. Aka. To'g'ri topib keldik. Bu eshikrom aka, sizniki. Akajon, avvalambor Ramazon muborak. Boshlig'imiz sizga bir gap aytmoqchi. Azbek, bu odamni men yaxshi taniyman. Nima so'ragan bo'lsa, hammasini yetkazib beringlar, maylimi? Bu hayotda erkak kishini boshini yo'qchilikka egmasin.